Bu akalarimiz mana xonadonini yangilabdi-da, qizilg'ishdan qilibdi. Endi tom qismini nimadan qilishni bilmay yurgan ekan. Biz sizlarga shundan baquvvat narsani ko'rsatamiz. Bu nima deganlarga bu konteyner materialdan tom yopib berish xizmati ekan. Eniga 25-30 metrgacha bo'lgan joylarda bez ustunsiz tom qilib berar ekan. Teplitsa bo'lishi mumkin, masalan, hattoki mini stadionlarni ham yopib berar ekan. Siz uyingizda masalan tom qismini shunday ochiq holat topshirsangiz bo'ldi. Asosiysi bez ustunsiz qilib berar ekan. 30 metrgachami shunaqa ekan. Videoni qancha ko'ringlar. Narxlarni tanishtirib beramiz. Mana bu joyimizda mana o'sha maxsus temirxona, ya'ni to'kinxona deyiladi. Akalarimiz kelib mana shu yerga tom xizmatlarni qilib beryapti ekan. Bittadan laykni bosib qo'yinglar. Narxlar bilan tanishtirib beramiz. Necha pul ketyapti, kvadrat qanchadan qayergacha xizmat qiladi, hammasini tanishtirib beramiz. Assalomu alaykum usta aka, yaxshimisiz? Sizmi? Charchamayapsizmi? Sizmi aka? Ichkari kirib olsak bo'ladimi aka? Xo'p. Bu zdaniyamizni boshlabsiz aka, ishni xudo xolasa. Necha kun bo'ldi aka mana ishni boshlaganingiz? Buni vodiy ichida yana bir nimasi bor, dastlabki xizmatimiz ham bor. Bu razmerlarni olib ketganmiz. Uyda tayyorlab keldik, kecha olib keldik. Bugun xudo xolasa kechgacha topshiramiz. Mana shipr yopishga tayyor bo'lgan. Zo'r. Bir kunda shuncha bitirib yubordik. 2 kunda, kecha kelganmiz, ertalab. Buni tayyor mashinalar yig'ib kelasizda o'zingizlar ustaxonada. Endi nima bo'lsa, vodiy ichi dastlabki xizmatimiz ham bor aka. Endi yo'l kirasini kelishilinadi, uyda tayyorlab tayyor qilib. 1 kun, 2 kun, oshib ketsa 3 kun o'rnatib chiqib ketamiz. Xo'p, nechilik materiallardan qilyapsiz aka? Bu shu konteyner materialimizni 4 dan bo'lgan. Ko'rib turibsiz, bu yoq 11 metr, uzunasi 18 metr joy. Endi mana yerda eski holatida mana ko'rgan bo'lsangiz, mana eski holati mana yer. Mana shu yerdan bo'lganda endi oldin. Stoykalari bo'lgan bu yerda o'rtada. Endi biz hozir 5 stoyka qilib, qori tashab. To'sinlarni tashab berdik, mana yerda bemalol ishlash uchun. Juda ham zo'r. Xo'p, endi aka bunda 5 stoyka bo'lyapti. Masalan, stoykasi yo'q, tomni o'ziga o'rnatyapmiz akana. Menimcha arzon bo'ladimi narxlar bu yerda? Bu endi hozir 170 mingdan tushdi. Uyda egasiga mana qorimiz qo'shilib qolgani uchun 170 mingdan tushdi. 170 mingdan tushyapti. Endi agar devordan devorga bo'lsa, misol 150 ming, 160 mingdan ham bo'ladi. Xo'p, bez ustunsiz necha metrgacha qilib beramiz aka? Bez ustun 25 metrgacha xudo xolasa qilib beramiz aka. 25 metrgacha bez ustunsiz qilib berilaveradi. Mana shu razmerlar standart bo'ladimi aka? Yo'q, bu endi joyimiz katta kichikligiga qarab, misol 15 metr, 20 metr joyi bundan kattaroq material bo'ladi. Katta rasayanaga qarabdi. Qalinlashar ekanda. Qalinlashar. Zo'r. Nima deymiz aka? Tepada vassalar deymizmi? Reyka. Reykalarning masofasi bir xil bo'ladimi? Necha bo'yiladi? Yo'q, bu hozir shiprga moslangan aka. Ha, shifr qilinadi bu. Shifr yopiladi. Shiprga tashqarida turgan bo'lsangiz, shifr yopamiz. Bu shiprga 80 dan tortiladi. Tunikalarga 60-70 qisqaroq bo'ladi. Tunika bo'lsa qisqaradi. Ha, qisqaroq bo'ladi. O'zidan chiqqan shifrda qana qaytadan ishlatilayotgan o'ziga. Ha, xolasa. Bugun yopib topshiramiz inshaalloh. Aka, общий summasi necha pul bo'lyapti mana shu xonadonimizda? Bu hozir 200 kvadrat bo'ldi. 170 ming so'mdan 34 millionga mana shu holat o'zimizdan. Shifrni olib beradi, xizmat o'zimizdan. Shifr samarasi olib beradi. Ha, shifr samarasini olib beradi, bo'ldi. 34 millionga shu tayyor bo'lyapti. Shu ikkinchi kunda shunchalik tayyorlab berdingiz. O'zi yig'ib olib keldingiz. Oldin kelib o'lchab ketgansiz bu yerda. Ha, bu yerga kelib o'lchab, razmerlab olib ketganmiz. Zo'r. Aka, endi obyomlar masalan katta kichigi bo'ladi-da, o'zgarami narxlar? Kichkina xonadon masalan katta obyektlar bo'lishi mumkin. Ha, katta obyektlar bo'lsa, kelishilgan holda qilib beraveramiz. Qana joylarga qilib beramiz aka, masalan bundan tashqari? Masalan katta zdaniya, mini stadionlar bo'lyapti hozir. Mini stadion, katta ishlab chiqarish, sexlar, sklatlar, shular tomonidan olib beraveramiz. Qilib berilaveradi. Juda ham zo'r. Buni kraska qilinadimi aka, shunday bostirib yuborilaveradimi? Yo'q, bu endi bekilib ketadi. Agar kraska bo'lsa, kraskasini olib bersa, kelishilinadi, sepib beraveramiz. Xizmat o'zimizdan bo'laveradi. Kraskasini olib bersa, o'zlaringiz sepib chiroyli qilib beraverasizlar. Gruntopga qilinadi-da bu. Narx qo'shiladimi-da aka? Yo'q, kraskasini olib bersa, xizmat o'zimiz sepib beraveramiz. Ha, ichida kraskasini olib beradi o'zi. Tunuka shifrni qanaqa bo'ladi? Qoplab beraveramizmi ularni? Ha, uni ham qoplab beraveramiz. Tunuka shifrini olib beradi, xizmati bizdan bo'ladi-da. Zo'r. Uydagasi shunday topshirsa bo'ldi ekanda, hamma o'zlaringdan ekanda. Patkilish topshirib beramiz. Lesa-pesa qilib berish mumkin-a menimcha. Ha, lesa-pesa olib berish mumkin. O'sha oziq-ovqat har doimgidek bo'ladi. Yotib qatnab masalan shu narsalar ham. Uzoqroq bo'lsa yotib olinadi, yaqinroq bo'lsa qatnab ham ishlanaveradi. Zo'r.
Xizmatlar qayergacha aka? Xizmatlar 12 ta viloyatga, xudo xolasa. Bitta viloyatga. Narx bir xilmi qo'shilyaptimi aka? Endi yo'l kirasi yozmas qo'shilib qoladi. Uncha katta razlika qilmaydi. Yaxshi aka. Zakaz qilsa taxminan necha kun kutamiz Olchalik aka? Bu akamiz bir hafta bo'ldi zaklatini olib ketganimizga. Endi ustalar mana kecha tayyor bo'ldi, usta kelavering dedi. Kecha olib kelib, 5 kunda, xudo xohlasa 5 kun 6 kunda shu holat kelyapti, o'xshi. Bu eski taomini buzib sizga tayyor qilib beribdi-da hozir. Tayyor qilib berdi. Kelavering tayyor dedi. Kecha olib kelganmiz. Bugun xudo xohlasa topshiramiz. Hozir masalan sizlarga ishlarni qilyapsiz, shu elektr ishlarni, masalan, mayda-chuda narsalarni uyda yasab beryaptimi? Yo'q, elektrotlar o'zimizdan. Hamma o'zlaringizdan. Hamma o'zimizdan. Zo'r ekan unda. Gap yo'q, xizmatlar O'zbekiston bo'yicha bor ekan, asosiysi ishlari sifatli mana akalar. Kimgadir qiziq bo'lsa mana shunday ishlar. Teplitsaning tomi, mini stadion farqi yo'q. Liboy tomda konteyner materialni yopib beradi. Juda ham mustahkam bo'ladi, konteyner material ko'p kishi biladi. Katta ob'yomlarda ham bemalol zakaz qilsalaring bo'ladi. Narxlar chiroyli holatda qilib berar ekan. Bizni kanaldan chiqqanlarga chegirma qilib beramiz. Har doimgidek aka. Xudo xolasa, akalar Ma'murjon o'z kanali nomini aytganlarga chegirma qilib beradi. Akalar ekran pastda akangiz nomerlar bo'ladi, bemalol bog'lanaverasizlar. Manzilimiz masalan Farg'onaning Qo'qondan bo'lyapti, Afg'onbog' deyiladi. Kelib ko'rmoqchi bo'lganlarga lakasalarni tashab beradi. Kelinglar, ishlarni ko'ringlar, zakaz qilsalaring bo'ladi. Bizning kanal nomini esdan chiqmasin, chegirma qilib berar ekan. Sog' bo'ling.